بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu boshlaydigan darsimiz o'ziga xos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 40 ta yoki undan ko'proq hadisi bor. Laysa minna deb boshlanadi. Bizdan emas. Laysa minni, mendan emas. Demak, darsimizning mavzusi laysa minni yoki laysa minna. Bunday odam bizdan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayrim amallarni qoralash, ularni sunnatga xilofligi, islomiy ish emasligini, musulmon odamlar bunday ishlardan uzoq bo'lishligi kerakligini bildirib aytgan hadislari. Laysa minna deb boshlanadi. Bunday odam bizdan emas. Ushbu hadis shariflarning aksariyati mashhur 9 ta to'plamda keltirilgan sahih durdonalar. Birinchi hadis musulmonlarga qarshi ko'tarilmaslik haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis Abu Muso va Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumdan rivoyat qilingan. Rasululloh aytadilar, "Man hamala alayna silaha falaysa minna." Kimki bizga qarshi qurol ko'tarsa, bas u kishi bizdan emas. Musulmonga qilich ko'targan odam musulmonlardan emas. Bu ma'noda yana bir qancha hadislar bor, ularni ham o'qib qo'yamiz. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan bu hadis, "Man salla sayfa alayna falaysa minna." Bizdan emas. Kim bizdan emas? Qilishini bizga yalang'ochlagan kishi. "Man shahara alayna silaha falaysa minna." Bizdan emas. Kim bizdan emas? Qilichini qinidan sug'urgan, yalang'ochlagan kishi. "Man rafa alayna silaha falaysa minna." Bizdan emas. Kim? Bizga qurolni ko'targan kishi. Ya'ni musulmonlarga o'q otish, musulmonlarga tashlanish, ularni qo'rquvga qalblarini to'ldirishlik bu musulmon kishiga yarashmaydigan harom bo'lgan amallardan. "Man ramana bil-layli falaysa minna." Kim bizga kechasi o'q otsa, bizdan emas. Musulmonlarga qilich ko'tarishlik agar ta'vili bo'lmasa, bu gunoh kabiralardan hisoblanadi. Qaytarib aytaman, musulmonga qilich ko'tarishlik gunoh kabiralardan. Bizdan emas degani bu musulmonlarni yo'li emas. Bizning komil siyratimizdan emas. Albatta, bu ishni qilgan odam dindan chiqib ketmaydi. Agar shu ishni o'ziga halol sanamasa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda turib, musulmonning qoni ikkinchi musulmonga harom ekanligini aytganlar. Agar qaysi bir odam, musulmon kishi, boshqa bir musulmonga qilishni ko'tarib turib, shuni halol sanasa, bu odam kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Chunki bilasizlar, halolni harom deyish, haromni halol deyish kishini dindan, millatdan chiqaradi. Endi bizdan emas degan ma'noga ulamolar ko'p ham chuqur kirishmaslikka, bu hadislarga chuqur kirishmasligini tavsiya qiladi. Payg'ambarimiz aytadilar, bu odam bizdan emas. Lekin hozir aytdik, kofir emas. Bizni tillarimiz, ukalar juda ham polvon, u kofir bu. Bu aqidasi mana qo. Bular kofir bo'ladi. Juda ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'laylik. Kofir deb hukm aytish bizning ishimiz emas. Siz kofir devordingiz, domlangizdan chala-chulpa eshitib olib turib, u kofir u devordingiz. Ehtiyot bo'ling. Buni ko'p aytganman. Ehtiyot bo'ling. Siz kofir deb atagan odam unda kofirlik sifati bo'lsa, sizdan chiqqan so'z borib unga yopishadi. Agar unda kofirlik sifati bo'lmasa, u iymonli bo'lsa, iymonli kishini kofir degan uchun o'zingiz kofir bo'lasiz. Siz ishingiz emas uni kofir yoki musulmon deyishlik. Nima demadingiz? Kim palonchini xohlamasdan kofir deyaptimi? Ilmdan xabari yo'q bu odam bilib qo'yinglar. Shakli qanaqa bo'lsa ham, qanaqa kiyim kiyib, qanaqa shaklda yurgan bo'lsa ham, bu odam ilmdan xabari yo'q. Fatvoga shoshilganinglar, do'zaxga shoshilganinglar. Kelishdiga oson ukalar, oson, u kofir u. U fosiq u, munofiq, va aqidasi buzuq kofir u. Ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Qiyomatga borganimizda palonchini kofir demoqding deb bizdan so'ralmaydi. U bizning ishimiz emas. Agar mo'minni kofir deb qo'ygan bo'lsak, holimiz shataq.
Hadisning ma'nosi yana quyidagi narsaga ham dalolat qiladi. Qaysi bir g'ayri din bo'lgan kishilar musulmonlar bilan jang qilayotgan bo'lsa, shu g'ayri dinlarga qurol sotishlik ham mana shu hadisning ostiga kirib ketadi. Chunki bu g'ayri dinlar sizdan olgan qurol bilan quvvatlanib, musulmonlarni mag'lub qiladigan bo'lsa, g'ayri dinlarning g'olib bo'lishiga siz ko'mak bergan bo'lasiz. Bu ham mumkin emas. Svetoforga to'xtamayman, sababi buni musulmon emaslar o'ylab topgan ekan. Qo'lingizdagi soatni kim o'ylab topibdi? Ustingizga kurtkani kim tikibdi? Hajga ketyapsiz, Xitoyga ketyapsiz, Turkiyaga ketyapsiz, tijorat qilib, samolyotni kim ishlab chiqaribdi? Fahm farosatni qarang. Taqvodoring. Ot aravada yurmasan, eshak minib yurmasan, mashina ham minma. Endi shu domlasi shuna deb qo'ygan, bo'ldi, sig'dirib olgan. Sal keyinroq qaranglar, ukalar, mana turib ham bunday olib tashlab qaranglar-da. Hayot keng. Din sizlar o'ylayotganchalik ayrimlaringlar, yoqmayapti bu gaplarim. Sizlar o'ylayotganchalik tormas din. Mo kattaroq qilinglar-da mana bu podzorni trubelarni. Iloji bo'lsa olib tashlanglar-da. Boshqalarga ham quloq solib ko'ringlar-chi? Yo'q, boshqalarga quloq solmaydi, ularning e'tiqodi buzuq. Ajib. Ajib. 1300 yildan beri to'g'ri bo'lib kelgan narsa 30 yilda bu yoqqa noto'g'ri bo'lib qoldi-da. Bugun bitta bir narsani eshitib qoldim. Kitobi sunnatda yo'q narsani gapirmaslik kerak. Noto'g'ri, anaqa deb turib, o'zi aytayotgan masalada Sufyon bunday degan deyapti. Sen Sufyonning gapini olyapsan ekan. Ha biz nimaga Abu Hanifani gapini olmaylik? Qur'onda bo'lmasa, sunnatda bo'lmasa yig'ishtirish kerak u gapni deyapti. Rosa chiroyli gaplarni keltirib turib, Sufyon manaqa degan deyapti. Sufyondan Abu Hanifa ilmliroqmidi? Sen nimaga o'zining gapiga o'zi teskari gapirayotganligini tushunmayapti buni. Ukalar, ilm o'qinglar, jon ukalar. Fatvo aytmanglar. Man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anahu hatta yad'uhu va in kana hawli abihi va ummihi. Rasululloh aytdilar, kim o'zining birodariga temir bilan ishora qilsa, ya'ni qurol bilan ishora qilsa, to qurolini tushirmagunicha malaikalar unga la'nat aytadilar. Garchi u birodari o'zini tug'ishgan akasi yoki ukasi bo'lsa ham, ota-onasining bolasi bo'lsa ham. Hazillashib ham unga qurolni nima qilib bo'lmas ekan, do'laytirib bo'lmas ekan. Cho'p ham bunday qilib, pichoqni bunday qilib qo'yasiz-ku. Mana shu narsa harom bo'ladi. Musulmonni qo'rqitib bo'lmaydi. Imom Navoiy aytadi, bu hadisda musulmon kishini qo'rqitishlik va xavotirga solishdan qattiq qaytarishlik bor. Chunki bu ish nariga musulmonga aziyat yetkazadi. Hazilmi, chilmi buni qilib bo'lmaydi. Hazlashib qo'polroq telefonda qo'rqitamiz. Mashinamiz bilan ustiga yurib boramiz. Signal chop qo'yamiz. Chiydagiza tormozni bosib qo'yamiz. Qo'rqityapsizmi? Halol ish qilmayapsiz. Siz musulmonga ozor beryapsiz. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Ikkinchi hadisimiz. Uylanishdan, turmush qurishdan bosh tortmaslik haqida. Birinchi hadisimiz, musulmonga qarshi qurol ko'targan odam bizdan emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ikkinchi hadisimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mendan emas. Kim mendan emas? Nikoh mening sunnatim. Kim meni sunnatimdan bosh tortsa, yuz o'girsa, bas u mendan emas. Alhamdulillah musulmonlar nikohni ibodat deb biladi. Ya mashara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ey yigitlar jamoasi, ey bo'ydoqlar jamoasi, kiminglar nikohlanishlikka yarasanglar, tezroq uylaninglar. Mana shu sunnatdan yuz o'girgan, Alloh taoloning mana shu qonundan yuz o'girgan xalqlar qirilib yo'qib ketyapti. Ular nikohlanmay qo'ygan. 35 ga kirguncha karyerani nima qilish kerak? Oyoqqa turib olish kerak. U o'g'il bolasi ham, qiz bolasi ham 35 yoshlargacha nikohlanmasdan aloqa qilib yuradi bir-biri bilan. Ular qirilishga yuz tutadi. Rasul aytganlar, uylaninglar, ko'payinglar, zero qiyomatda sizlarning ko'pliginglar bilan men faxrlanaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga ayrim kishilar kelib, Rasulullohning xulqidan so'radi. Ummahatul mo'minlarimiz aytib berdi, falon. Bu uchaladan payg'ambarimiz uyida qiladigan ishlarni eshitib, oz ekan deyishdi-da, o'zlaricha yangilik kiritishdi. Bittasi uylanmayman dedi, bittasi uxlamayman dedi, bittasi tinmasdan ro'za tutaman dedi. Payg'ambarimiz kelib bularning hammasini
rad qilib aytdilar. Lakinni usolli va anam va asumu va aftir va atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Men namoz ham o'qiyman, uxlayman ham, ro'za ham tutaman, iftor ham qilaman, ayollarga uylanaman ham. Mana shu meni sunnatim. Kim meni sunnatimni yuz o'girsa, bas u mendan emas. Musulmonlarga qarshi qilish ko'targan odam bizdan emas, mendan emas. Uylanishlikdan bosh tortgan kishi mendan emas. 3-hadisimiz ko'proq bu ayollarimizga tegishli narsa. Alhamdulillah, yildan yilga bu kamchilik, nuqson kamayib yo'qolib boryapti. Umid qilamiz bir yo'l yo'q bo'lishini. 3-hadisimiz azada yig'lamaslik va johilona aytim qilmaslik haqida. Musibat yetganda sabr, toqatga chaqiriladi shariatimizda. Ha, albatta inson qalbi eziladi, ko'zi yoshlanadi, bunga monelik yo'q. Ammo ovoz chiqarib yig'lab, dod solib, kiyimini yirtib, sochini yurishlik shariatimizda qoralanadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Laysa minna man latamal hududa va shaqqal juyuba va da'a bi du'a ahli al-jahiliyya." Bizdan emas. Kim u? Bizdan emasdir. O'z yuz ko'zlariga uradigan, yoqalarini yirtadigan va johiliyat ahlining chaqirig'i bilan chaqirib yig'laydigan kimsa. Mana shu narsa yildan yilga yo'q bo'lib boryapti. Umid qilamiz umuman yo'q bo'lishligini. Ayollarimiz ham ilm o'qiyapti, kitob o'qiyapti, ma'ruzalarda eshityapti. Alhamdulillah xayriyatga qarab ketyapmiz. Ammo ayrim xonadonlarda hali ham bor. Endi johilona chaqiriq, johilona aytim deganda o'lgan odamning sifatlarini aytib, biriga ikkini qo'shib, ba'zi ustiga ovoz chiqarib yig'lash nazarda tutilgan. Bu narsa shariatimizda qoralanadi. Yana bir boshqa hadislarda aytadilar Rasululloh: "Laysa minna man salaqa va man halaqa va man kharaqa." Bizdan emasdir. Musibatda ovozini ko'targan, sochini yulgan va kiyimlarini yetgan kimsa. 3 hadis bo'ldi. Birinchisi, musulmonlarga qarshi qilish ko'targan bizdan emas. Nikohlanishdan bosh tortgan bizdan emas. 3-si, azada ovoz solib yig'lab, dod solib, kiyimini yirtib, sochini yulishlik. 4-hadis firibgarlik haqida. Bizning tilda nima bo'ladi? Ha, o'zbekchasi-da, mashinistlar. Aprislik ham o'zbekchasi. Ha, aferist deb qo'yadi. Islomda aldov, firibgarlik, birovni chuv tushirish, savdo sotiqdagi aldamchilik kabi illatlar qoralangan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Laysa minna man g'ashshana laysa minna." Kim aldab, firibgarlik qilsa bizdan emas. Endi firibgarlikning turi ming xil. Hunaringiz, nima deydi? 10 xil hunar bo'lsa, firib ham 10 xil. Siz o'zingizni ishingizni ustasi bo'lgandek, o'sha ishni firibini ham ustasi bo'lasiz. To'g'rimi? U bilmaydi-da, qadam bilsin u. Siz unga firib berayotganingizni. Bizning tilda aprislik qilayotganingizni qadam bilsin. O'zi shunaqa bo'ladi deydi. O'zi ish chata qo'yib qo'ygan. O'zi shunaqa bo'ladi deydi. Unda qiyshayib ketdi. O'zi yush tushganda shunaqa bo'lish kerak deydi. Lubodan so'rang deydi. Desa, ha, shunaqa bo'lish kerak ekan deb turaveradi. Santexniklar bormi ichimizda? Umuman boshqa hunar egalariga ham tushaveradi bu shablon. Keladi, hozir klient olib kelaman, mana deysiz deydi. Yana ketadi, klient olib keladi. Nech pul desa, haligi 10 so'm sotayotgan narsasi 15 deydi. Haligi klient bir marta qiladi endi, birinchi marta qilib bilmaydi. Bo'pti deydi, 15 ga olib ketaveradi. Keyin qaytib keladi, 5 ni beradi, 10 ni. Harom bu. Harom bu. Ya'ni klient olib kelishdan burun ishni pishirib qo'yib turib, uni zararidan siz foyda ko'ryapsiz. Endi har bitta usta o'zi biladi, o'zining ishidagi firibini. Ustalar, ko'zinglarni ochinglar, klientning foydasiga ham ish qilib boringlar. O'sha mana miqni ishlatib qo'ysa bo'laradi qaytarib. Mo eskisini qo'yib qo'ysa bo'laradi, qo'yib qo'ysa. Yo'q, yangisini. Yana bitta narsada hozir addershilard ishi ajoyib bo'lib qopti. Hatto oladigan instrumentini ham sizni rasxod materialingizga qo'shib qo'yar ekan. Insof qilinglar. Shpatlovkasini ham, hali o'zida bo'lish kerak bo'lgan instrumentni ham qo'shib olar ekan rasxodga. Tashab chiqib ketasiz, mayli, lekin o'sha yaxshi bo'lmadi. Agar olib chiqib kelsangiz harom bo'ldi. Instrumentingiz o'zingizniki bo'lish kerak emasmidi?
Endi mayli haligi bolgarkaning toshi tugaydi, tushunarlik. Lekin shipatli o'pkalarda, shipatlilarda ham usti klientga oldirayotgan bo'lsanglar, uyatinglar, Allohdan qo'rqinglar. Payg'ambarimiz aytadilar, kim firibgarlik qilsa bizdan emas. Endi o'sh pul qayerga boradi deng? Aytib qo'ying bo'lmasa, siz hisobingizdan instrument oldi deb qo'ying, chunki u faqat stroy materialga pul to'layapman deyapti, instrumentga to'layapman demayapti u. Imorat qilganlar, yoqdimi gapim? Laysa minna man g'ashshana. Firibgarlik qilgan bizdan emas deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'sh topgan pulingizni qarang, qayerga ketdi? Agar firibgarlik bilan topgan bo'lsangiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovqat sotayotgan, taom sotayotgan odamning yonidan o'tib qoldilar. Uni yemishiga qo'l tiqib ko'rsalar, pasti namlanib qolgan ekan. Ustiga zo'rini qo'ygan, orqasiga namini tagiga namini solib qo'ygan. Shunda bu nima deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sotuvchi aytdi: "Ya Rasululloh, yomg'ir yoqqanda ozgina nam tegib qopti" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Uni tepasiga qo'ymaysanmi? Odamlar ko'rar edilar." Orqasidan kim aldasa bizdan emas dedilar. Qulpinoy sotadiganlar. Uzum umuman meva shey sotadiganlar. Qurtuvor tomonini o'z tomonga qaratasiz. Oldidan qarasa suratga tushadigan darajada chiroyli. Olsangiz orqasida qurti bor. Nima qilish kerak unda? Termaslik kerakmi? Artmaslik kerakmi? Xullas o'zi bilasiz. Chunki qurti yo'g'ini oldim deysizda. Javob shirin dona tuyatish hammasi deydi. Bitta chiqsa pulingizga shubha aralashdi. Bitta chiqsa sizga nima deb bergan edi? O'shuning uchun sizdan 100 so'm yoki 50 so'm qimmat olgan edi. Allohdan qo'rqaylik. Bilmasdan o'tib ketgan bo'lsa mayli. Apkasi almashtirib berdingiz. Ammo bilib turib firibgarlik qilmang. Chunki payg'ambarimiz bunaqa odamdan biz pokmiz deyaptilar. Sallallohu alayhi vasallam. Endi aytayapman, har bitta odam o'zini qilayotgan tijoratida, kasbida o'zi biladi qayerda firibgarlik bor, qayerda to'g'rilik bor. O'sha to'g'ri ishlayotganlarda qarasangiz, topganida baraka ham bor. Endi shu firibgarlikda haligi nima der edi? Ustalarda chola qiladigan ish nima der edi? Ha, nari bera. Harpana qo'ldan o'tkizchi egasiga bizga mas'ul deb qo'yadi. Shunaqa qilayotganlarda qaranglar-da, tiyinga ulab yetkazib olmayapti. Xuddi shu ishni boshqa usta qilyapti, lekin uni ham yo'g'i zo'r. Nimaga desa, firibgarlik qilmayapti-da bu. Birodarlar, mo'l-ko'l, barakali hayot kechirishni siri shu. Siz ishingiz yurishmaydi, yopilaveradi ishingiz, uni ishi yurishaveradi. Sababi firibgarlik yo'q uni. Ikki xil upakovkada qilib keladi zapchasti. Sariq upakovka, qizil upakovka. O'zi bitta Xitoyniki. Moddiy koreyskiy deydi. Koreyskiy deydi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir rivoyatda o'zini taomini rosa maqtab sotayotgan odamning oldiga o'tib qoldilar. Muborak qo'llarini unga tiqib ko'rsalar ovqatga, unda buzuq, rasvo taom ham qo'shilgan ekan. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam buni alohida, bunisini alohida sotgin deya yuqoridagi hadisni aytdilar. Man g'ashshana falaysa minna. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotadigan do'konlar. Buni ham albatta aytib o'tishimiz kerak, chunki ko'pchilik aka-ukalarimiz kelib shu narsadan shikoyat qiladiki, kechagi srogi o'tgan mahsulotini, srogini o'zini qo'lida bir qandaydir bir jihoz bo'lar ekanmi yo yozuvni o'zgartirib qo'yar ekanmi, yangi narsa deb turib srogini yangilab sotar ekan. Srog o'tnisi chiqib ketgan, uni yangilab qo'yib sotaverar ekan 15 kun. O'zi 10 kunda yoki bir 15 kunda srog o'tnisi o'tadi uni. Ammo bular o'zgartirib qo'yadi, yana 15 kunga cho'zib olib turib, yangi molni sotgandek sotaveradi. Bu harom bo'ladi, bu yolg'on bo'ladi, bu musulmonlarni aldash bo'ladi, firibgarlik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Laysa minna man g'ashshana." Bizdan emas, bizni oldigan kimsa. Shu narsaga ham e'tibor berib qo'yinglar, do'kondorlar, Allohdan qo'rqinglar. Wal makru wal khadiyatu fin-nar. Makr va aldov do'zaxdadir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musulmonlarga qarshi qilish ko'targan bizdan emas, uylanishdan bosh tortgan bizdan emas, azada uvoz solib dod deyishlik bizdan emas, firibgarlik, aldovchilik bizdan emas. 5-hadisimiz o'q otishni o'rganib, so'ng tashlab ketmaslik haqida. O'q otishni o'rganishlik xususan erkak kishilarga bu lozim va lobut bo'lgan amalki, o'zini vatanini himoya qilish, o'zini yurtini himoya qilishlik uchun kerak bo'lgan narsa.
Bu bilan hozir aytganimizdek vatanni mustaqil ushlash, ozodligiga sabab bo'ladigan bir amal. Endi kimdir mana shu o'q otishlikni o'rganib turib, keyin unutib yuboradigan bo'lsa, mana shu ish shariatimizda qoralanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan hadisda, "Mana alimar romya, thumma tarakahu falaysa minna, aw qad asa." Kim o'q otishni o'rganib, so'ng uni tark qilsa, bizdan emas, yoki osiy bo'libdi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, o'q otishni o'rganib turib, keyin esdan chiqarib yuborgan odam ham bizdan emas deyapti. Vatanning himoyasi uchun, yurtni bir farovon ozod bo'lishligi uchun, dushmandan himoya qilishlikka musulmon o'rganishligi kerak va bu narsani unutmasligi lozim bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning laysa minna yoki laysa minni deb boshlagan hadislarini o'qishlikda davom etamiz. O'tgan darsimizda birinchisi musulmonlarga qilich ko'tarmaslik, ikkinchisi uylanishdan, turmush qurishdan bosh tortmaslik, uchinchisi azada uvoz solib yig'lamaslik, to'rtinchisi firibgarlik bilan, bizning tilda aprislik bilan shug'ullanmaslik, beshinchisi o'q otib, o'rganib turib vatan himoyasi uchun musulmon kishiga kerak bo'ladigan mana shu o'q otishlikni, harbiy ishni o'rganib turib, keyin esdan chiqarib olmaslik. Kim shunday qilsa, bas u bizdan emas dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 5 hadis o'qigan ekanmiz, bugun inshaalloh 6-sidan davom etkazamiz. 6-hadisimiz musulmonlarga qarshi chiqishlik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam man kharaja min at-ta'ati va faraqa al-jama'ata famata mata mitatal jahiliya. Rasululloh aytadilar, kimki itoat qilishdan chiqib va jamoatdan ayrilib o'lsa, umumiy musulmonlardan ajrab olsa, bitta bayroq tagiga, bitta bir gruppirovkani tagiga o'zini ajratib olsa va mana shu musulmon boshliqqa itoat qilishidan bosh tortadigan bo'lsa, bas u johiliy o'lim topibdi. Johillik o'limini topibdi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz: "Va man kharaja ala ummati yadribu barruha fajiruha va la yatahasha min mu'miniha va la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni." Kim ummatimga qarshi chiqsa, ularning yaxshisini ham, yomonini ham uraversa, ularning mu'minlariga ham, ahdiga vafo qiladiganligiga ham parvo qilmasa, demak u mendan emas. Umumiy musulmon jamoatini ajramaslik kerak. Yana qaytarib aytaman, bu ummat 1300 yildan oshiqroq muddat davomida to'ralar mazhabni to'g'ri deb kelgan. Mana shu ummatning birligi bo'lgan. Mazhablar ummatni birligining ramzi. Ajrab olmaslik kerak ukalar. Payg'ambarimiz aytganlaridek, meni ummatim zalolatning ustida birlasha olmaydi. Bu ummat to'ralar mazhabni to'g'riligiga mazhab kerak emas deyotganlar oramizda bo'lsa, yaxshilab bilib olinglar. To'ralar mazhabni to'g'ri kerak deb boshi bir bo'lib 1000 yildan ko'proq muddat turdi. Endi kerak emas deyotganlar ajrab olyapsizlar. Faqat tushunmayapsizlar buni. Faqat tushunmayapsizlar. Sizlarda ayrimlarlarda aytgan gaplaringlarda ahli ilm odam o'tirib tahlil qilib bersa o'zingizlarga, gapingizlarda boshida aytgan so'zlaringlar bilan oxirdagisi to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Ajrab olmaylar. Ajrab olmaylar. Man qatala tahta royatin immiyatin aw yad'u ila asabiyatin aw yaghdabu li asabiyatin faqutila faqitlatun jahiliya. Kim asabiylikka chaqiradigan ko'r-ko'rona bayroq ostida urushsa, asabiylik degani millatchilik deb tushuninglar. Guruhvozlik deb tushuninglar. Musulmonlar ichida bo'lib turib, bir guruhni bayrog'ini tayib olib, boshqalar bilan urushlik. Millatchilik qilishlik. Millatchilik uchun urushi bo'lgan odam johiliy o'lim topdi. Bas bu odam bizdan emas dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Millatchilik qilmaydi musulmon odam. Da'uha fa innaha muntina degan Rasululloh. Qo'ylar bu millatchilikda, qabilachilik, urug'chilik,
Albatta bu narsa badbo'y, sassiq narsa deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 7-hadis aldash va buzuqchilik haqida. Musulmon odam o'zini oilasini aldamaydi, xodimlarini aldamaydi, rahbarlarga xiyonat qilmaydi va bu narsaga undamaydi. Bu narsaga undaydigan odamni qo'lidan ushlab, uni to'xtatib nasihat qiladi. Bo'ladi-yu, to'yga borib keladi, kelsa xotinni peli aynib keladi. Hidi ko'payib ketadi. Qayerga bording deysiz. Do'st, qayerga bordingiz deysiz. Desiz, palonchinikka deydi. Shularga bormang deysiz, qaytib. O'zi tinch yashayotibsiz, palonchinikka borib yoki palonchi kelib ketdi uyingizga, kelsiz, g'alati bo'lib qolibdi-da. Bu bo'ladi. Mana hozir o'qiymiz. Voy, bo'lmabdi. Mana qilasizlarmi? Hech ham bo'lmabdi. Qiladi-yu. O'g'il bolalarda ham bor bu narsa. Hadisda eshitamiz. Man khabbaba abdan ala ahlihi falaysa minna va man afsada imro'atan ala zawjiha falaysa minna. Kimki bir qulni o'zining sayyidiga, o'zining ahliga qarshi buzuqlikka o'rgatsa, bas bu kishi bizdan emas. Kim bir xotinni o'zining eriga qarshi buzadigan bo'lsa, bas u bizdan emas. Kirgizmaylar o'sha xotinlarni uylarga. Kirgizmaylar uylarda sir asroriga. Kirdimi? Voy desa aralashmang. Bu bizning shaxsiy hayotimiz, g'ildiring. Mana alhamdulillah men o'zim boshimdan o'tkazdim. Shomda kelibdi bir bola. Chiqib qo'yasizmi? Shomdan keyin keldingizmi dedim. Domla uzr dedi. Shomdan keyin kelsa chiqmaslikka haqqim bor. Ertaga kelinglar, xo'p deb ket. Xap bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. Damofonda gaplashyapman. Odamlarimiz alhamdulillah o'lchovlarimiz tuzalyapti. Eshiging tagiga boruvdi, chiqmadi, o'zicha deydi. Sen kelma shomdan keyin. Sen kelma, mo'sh yotib olgandir. Mo'sh bir qandaydir bir narsa bilan band tur, kelma sen. Bo'lar ekan, yo'q deb qo'y demasdanchi, yo'q deb qo'y. Shuna deymizda, to'g'rimi? Gunohni bo'ynimizga olib-olamiz. Yo'q, dadam bor, chiqa olmaydi ekan hozir oldingizga. Hozir ziyoratni qabul qila olmaydi ekan desa, xafa bo'lmay ketaveringlar. Va in qila lakum irji'u farji'u. Agar Qur'on aytayapti bizga, qaytinglar desa sizlarga, birov chaqirib borganda, qaytinglar huva azkalakum. Mana shu ish sizlar uchun pokiza yo'l. Qo'rqmanglar, birodarlar. Chunki agar u xafa bo'lsa, Qur'on hukmiga qarshi chiqyapti odam. Chiqmasiz bo'lmaydi, hayot mamot masalasi desa, men boshqa gap aytdim. Reanimatsionniy holat bo'lib qolsa. Mazkur hadis sharif ayrim rivoyatlarda boshqacharoq keltirilgan. Man khabbaba imro'atan ala zawjiha aw abdan ala mawalihi falaysa minna. Xotinni eriga qarshi gijgijlagan, qulni o'zini mavlosiga nisbatan qarshi gijgijlagan kishi bizdan emas. Tahbib mana xobbaba degan so'z. Opa singilini yoki aka ukasini o'zini juftiga nisbatan qayrab qo'yish. Singil keldi, o'zini ukasini uni xotiniga nisbatan gijgijlab qo'ydi. Bu ishni qilgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mendan emas deb aytayaptilar. Mashina to'y qilamiz deyapsizlar shu Raymond bilan. Ishing bo'lmasin seni. Ishing bo'lmasin, aralashma, bu bizning shaxsiy ishimiz. Siz o'zingiz hasrat holtingizni ochuvdingiz, u nima qildi? Maslahatni berdi-da qo'sh tirnoq ichidagi. Ine kelganda kelsiz, ine uydalar buzilib turibdi-da peyla. Jo'natmay o'sha odamlarni oldiga. Uni odamni kirgizmay uyingizga. Siz erkak kishi sifatida hovlini xo'jayini, palonchi kirmasin deyishga haqqingiz bor. Bilasizlarmi shu narsani? Palonchi kirmasin men eshigimga deydi. Agar kirgizsa gunohkor bo'ladi, osiy bo'ladi ayol kishi. Xullas endi gapirsa gap ko'p, umumiy xulosa shu. Bir kishini o'zini ayoliga qarshi gijgijlagan, qayrab qo'ygan odam bizdan emas. Qulni o'zini sayyidiga gijgijlagan bizdan emas, xotinni o'zini eriga qarshi gijgijlagan bizdan emas. 8-hadisimiz
mo'ylov olmaslik, mo'ylovni tozalamaslik haqida. Dinimiz birodarlar poklik dini. Mana musulmon odam namoz o'qir ekan bir kunda 5 mahal tahorat qiladi. Eng kamida 3 marta tahorat qiladi. Va albatta bu poklikni o'zi. Ad-dinun nazofa deganlar Rasululloh, din bu nima? Poklik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keltirgan, payg'ambarimizdan keltirilgan hadis Imom Nasoiy Tabaroniydan keltirilgan. Man lam yaxuz min sharibihi falaysa minna. Kimki mo'ylovini olmasa, demak u bizdan emas. Soqol mo'ylov qo'yiladi, mo'ylov qo'yiladigan bo'lsa, u labni ochib turadigan holatda qirqib qo'yishlik kerak. Imom Ahmadning sahihlarida keltirilgan hadisda Imom Ahmad keltiradi. Man lam yaxluq anatahu va yaqli mazfarahu va yazish sharibahu falaysa minna. Kim qov supachasini tozalamasa, ya'ni qo'ltig'ini tozalamasa, tirnoqlarini olmasa, mo'ylovni qisqartirmasa, bas u bizdan emas. Tushunarlimi? Aytyapmiz, dinimiz poklik dini deb. U mana shu qo'ltig'ini tozalashlik ham birodar ayni sunnat bo'lgan amal. Kimdir bilmasa bu narsani eslatib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. 9-hadisimiz talonchilik haqida. An Imron ibn Husayn ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "La jalaba va la janaba va la shighara fil Islam. Va man intahaba nuhbatan falaysa minna." Olib keltirish ham, chetga olib qo'yish ham, nikoh oldi berdisini ham islomda yo'q. Kimki bitta talon-taroj qilsa, demak u bizdan emas. Men bu hadisda so'zma-so'z sharhlashlikka muhtoj bo'lamiz. Jalaba. Jalaba bir narsani olib keltirishlik, import qilishlik. Ya'ni nima deb tushunamiz? O'zingizni yurtingizdagi narsani chiqqan mahsulotni to'xtab qolishiga sabab bo'ladigan tashqaridan import qilib kelishlik. O'zingizni yurtingizni ishlab chiqarishini to'xtatib qo'yishga sabab bo'ladigan olib kelishlik. Nima bo'lishi mumkin u? Masalan, mashina olib kelsa, shunga tushadimi, tushmaydimi? Tushadimi? Bizda mashina ishlab chiqaramizmi? Tushmaydi. U yo'q narsani olib kelsa import qilib. Ammo o'zingizni yurtingizni iqtisodini yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan narsani olib kelsangiz aniq yo'q bo'ladi-da. Yo'q qildik. Savdogarlar juda ko'p narsani yo'q qildik. Kosiblar patentga tikishdan ko'ra olib kelib sotishligi выгодный bo'lib qoldi. To'g'rimi? Ishlab chiqarsa tashqaridan olib kelayotgan narsadan qimmatroq bo'lib qolyapti. O'zimiz iqtisodimiz o'lyapti, pul chiqib ketyapti tashqariga. Janaba, vala janaba dedilar. Janaba degani bir tarafga qo'yib turish. Ya'ni bu narsa asosan zakot va ulov musobaqa, zakotda bo'ladi, ulov musobaqalarda bo'ladi. U narsadan qaytarib shariatimiz bu narsani man qilgan. Jalaba. Jalaba degani sadaqa yig'uvchi o'zini bir qandaydir muhim odam ekanligini ko'rsatishlik uchun, vajniyligini ko'rsatish uchun bizning tilda. Sadaqani odamlar olib kelib topshirish kerak, baland joyga chiqib oladi. Yoki bo'lmasa pastroq joyga borib ajrab oladi odamlardan, kelishsa men oldimga deydi. Ya'ni qilib bordingiz, turib turing deysiz. O'zi bekar. Bekar o'tirib kompyuter o'ynab, yo telefon o'ynab. Lekin mansabdor turib turing deydi. Nimani oshiryapti? Narxini oshiryapti o'zini. Bu demak, jalaba degani sadaqa yig'uvchi pastlikka yoki bir balandlikka chiqib olib, odamlarni meni oldimga chiq, yoki meni oldimga tush deb ovora qilayotgan odamlar. Tushunarli bo'ldimi? Musulmonlarda harajga musulmonlarni talikka qo'yishlik besabab. Bu musulmon odamning xulqiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shig'or, vala shig'ora fil Islam. Shig'or degani jahiliyat davridagi nikoh turlaridan biri edi. Ma'nosi shuki, mahr bermaslik uchun olayotgan xotiniga. Mana shu olayotgan xotinini akasiga yoki otasiga aytadiki, men senga singlimni beraman, agar sen ham menga singlingni bersang. Shunda mahr bermaydi, singlisini unga beradi, uni singlisini bu oladi. Bu narsani qilgan odam
Bizdan emas deb aytibdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shig'or degani demak mahrdan qochish ekan. Man intahaba falaysa minna. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz, kim talon-taroj qilsa, bas bu bizdan emas. O'zi shu talon-taroj qilishlikni, talon-tarojchilikni, qaroqchilikni hunar qilib olgan odammi? Asosiy tirikchilik mana shu odamlarni haqqini yeyish, qo'rqitib, po'pasa qilib, shunaqa yegan odamlarni bunday qarasanglar, 1-2 o'lgan emas. Va yaxshi o'lim ham topgan emas bunaqalar. Lekin inson ekanmiz, esdan chiqarib qo'yamiz, yana kimdir chiqib shu talon-tarojlikni nima qiladi? O'ziga hunar qilib oladi. Laysa alal muntahabi qatun va man intahaba nuhbatan mashhura falaysa minna. Bosqinchini kesish bo'lmaydi. Ya'ni qaroqchi tutib olinganda uni qo'li kesilmaydi. O'g'rini qo'li kesiladi shariatda. Bosqinchi qaroqchilik qilgan odam qatl qilinadi. Kim bosqinchini qo'lini kessa, demak bizdan emas deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, 10-si. Ipak kiyim kiyish hamda oltin, kumush idish ishlatish haqida. Bu tilla yoki kumush idishda suv ichish, taomlanishlik kibrni belgisi. Kibrni belgisi. Erkak kishining ipak kiyim kiyishi, odamlarning kumush va tilla idishlarni ishlatishi manmanlik, kibr alomatlaridandir. Payg'ambarimiz aytganlar, man qilganlar bu ishni man labisal harira va shariba fil fiddati falaysa minna. Kim ipak kiysa, musulmon erkak kishi va kumushda idishda ichsa, demak u bizdan emas. Ipak kiyim faqat ayollarga mumkin bo'ladi. Shuning uchun ukalar brendiy kiyimni olib kelayotganda boshqa yurtlarga borib bir qarab qo'ylar, ipakmi, ipak emasmi bu? Ipak insonni badanini muloyimlashtirib oladigan xususiyatga ega ekan. Payg'ambarimiz boshqa hadislarida ayollarga ipak kiyish kim mumkinligi haqida xabarlar bor. Imom Buxoriyning rivoyatida bir hadisda ipakdan bo'lgan to'shakning ustida yastanib o'tirishdan ham qaytarilgan. Hatto ulovini egarini ham ipakdan qilishligi mumkin emas. Tekstildan chiqqan xiba materialni Xitoyga borib sotdi-ya savdogarlar bo'zidan tortib surupigacha. Bolta, qoshiq, lopotga vilkalarni olib borib elektr chanelar sotdilar-a savdogarlar 90-yillar boshida. Endi o'sha bitta lomda 4 ta lom qilib bizga jo'natyapti, bitta boltani 5 ta bolta qilib bizga jo'natyapti. Bir usta sinyapti, yana olaveryapsiz. Yurtimizdagi qanaqa bir xayriyatlarni tashib arzimagan chaqaga berib kelgan bitta kusachkaga xursand bo'laverganmiz o'sha vaqtda. Kusachka berdi deb. Qaranglar-da, savdogarlar yurtimizni iqtisodini ko'taradigan ishga qo'l uringlar. Hada bariga razlikatilniy komplekslarni qurib bu faqat stadion bo'ldi, yetadi stadion qurib bo'ldinglar. Ishlab chiqarishga sarflaylar pulni. Bilmayman yurtimizda nima bor? Meva-cheva bor. Shuni so'q qilib tashqaridan pul olib kelaylik biz. Nima demadinglar? Jon akalar, shu pul o'zimiz yurtimizda qolsin, shu yurtimiz boy bo'lsa, pensionerlarga pensiya, yosh bolaga pasobiya boryapti. Olib chiqib keta olmaylar pulni. Iste'mol cho'p qoldi degan gapni qisqasi. Ana shu oltin va kumush idishda suv ichganlar. Kimki dunyoda ipak kiyim kiysa, oxiratda kiya olmaydi deb ta'kidlagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim dunyoda ichsa, mana shu dunyoda foydalansa, mana shu man qilgan narsalarda oxiratda foyda qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan Rasululloh bozorda o'tib ketsalar, naqadar bir chiroyli ipakdan bo'lgan bir libos turgan edi. Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, shuni olib kiysiz. Elchilar kelganda kiyib bunday chiqsiz chiroyli bo'lardi" dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Buni dunyoda kiyganlar oxiratda kiymaydi" deb marhamat qildilar.
Oradan bir necha kun o'tib payg'ambarimizga hadiya bo'lib haligi o'ynak kelib qoldi. Diqqat qilib turinglar. Masalan, keldi, nima qilasiz? Nima qilasiz? Siz kuydirib yorasiz, ot deb turib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi ipak o'ynadi Umar ibn Hattobga hadiya qildilar. Ya Rasululloh, buni siz o'zingizcha falon deganingiz dedi. Men sizga buni kiying deb berganim yo'q dedilar. Shunda o'zini Makkadagi qarindoshlardan bitta mushrigiga jo'natib yuboradi. 11-hadisimiz ilonni ko'rib qo'rqqandan o'ldirmaslik haqida. Insoniyatga zarar, zahmat yetkazadigan zararli kundalardan xalos bo'lishlik, bularni tinchitib yo'q qilishlik o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsalardan. Endi ana shu zarar kundalardan bittasi ilon bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-hayyatu ma salamnahum mundu harabnahum. Faman ra'a minhunna shay'an falyaqtulhu. Fa innahu la yabdu lakum muslimuhum. Va man taraka minhunna falaysa minni." Ilonlar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu Abu Dovuddan keltirilgan hadis. Ular bilan urushgandan beri ularni salomat qoldirmadik. Shuning uchun kimki ularni ko'rib qolsa o'ldirsin. Zotan ularning musulmonlari sizlarga ko'rinmaydi. Kimki qo'rqib ulardan biron narsani tark qilsa bizdan emas. Jinlar ilon shakliga kirib ko'zimizga ko'rinishi mumkin. Jin bo'lishi mumkin u. Lekin jinlarning musulmon odamni ko'ziga ko'rinmaydi. Ular o tog'larda, o uzoq joylarda yashaydi. Payg'ambarimizga ahd bergan ular musulmonlar uyida bo'lmaslikka. Tushunarlimi? Musulmonlarda sizlarning ko'zingizga ko'rinmaydi deb payg'ambarimiz marhamat qilyaptilar. Yana bir rivoyatda ilonni o'ldirib qo'ysam oqibati chatoq bo'ladi deb, oqibatdan qo'rqib o'ldirmagan odam mendan emas deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aytdik, gohida jinlar ilon suratiga kirib yuradi. Ularni musulmonlarda sizlarning uyingizga kirmaydi, sizlarga ko'rinmaydi jumlasida shunda bir ishora bor. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Tabaroniydan, Mujamul Kabirdan, "Uqtulul hayyat kullah. Faman tarakaha khashyata sa'raha falaysa minna." Ilonlarni hammasini o'ldiringlar. Kimki ularning intiqomidan qo'rqib ularni tark qilsa bizdan emas. Muhaddislar tomonidan mazkur mavzudagi hadis quyidagi iboralar bilan zikr qilib keltirishgan. Mana bir qancha ko'rinishlarni o'qiymiz. Man tarakal hayyata khashyata thar falaysa minna. Qasos oladi mendan, o'ch oladi deb turib, ilonni o'ldirmagan mendan emas. Man ra'a hayyatan falam yaqtulha makhafata talabiha falaysa minna. Kim bir ilonni ko'rib, uni izlashidan qo'rqib o'ldirmasa bizdan emas. Kimki bitta ilonni o'ldirsa, unga 7 ta savob bo'ladi. Kimki bitta qurtni o'ldirsa, unga bitta savob. Insonga zarar yetkazadigan qurt endi bu. Kimki ilonni talab qilishdan qo'rqib tark qilsa, u bizdan emas. Ehtimol ilmsizlik uchun ilonni ko'rdi, rahmi kelib qo'yib yubordi. Qani ilmsizlikni musibatligini. To'g'ri ish qildim, rahm shafqat ko'rsatdim deb savob qildim deyapti, o'zi aslida nima qilyapti? Gunohkor bo'lyapti. Ilm o'rganishimiz kerak. Mana endi ana shu ilonning ayrim turlari haqida payg'ambarimizdan hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad va Tabaroniydan keltirilgan bu hadis. Uqtulul hayyat. Faman wajada za tufyatayn wal abtara falam yaqtulhuma falaysa minna. Fa innahuma alladhani yaqtifani al-basara va yusqitani ma fi butunin nisa. Nima uchun o'ldirayotganligi ham, nima uchun o'ldirish kerakligini ham payg'ambarimiz aytibdilar. Ilonlarni o'ldiringlar. Kimki ikki chiziqli va dumi kalta ilonni topganda uni o'ldirmasa bizdan emas. Chunki bu ikkovi ko'zni qamashtirib, ko'r qiladi va xotinlarning qornidagi narsasini, bolasini tushirib yuboradi.
ikkita ilon aytildi. Dumi kalta, dumsizga o'xshaydi va kuragida belida ikkita chizig'i bor, bu ko'zni nurini ketkazadi, ko'zni ko'r qilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi nima deyildi? Homilani tushishiga sabab bo'ladi. Bilamidi shu narsani? Rasululloh xabar bermasalar. Xabar bermasa, qo'y, jonivorga rahim shafqat qilib o'tkazib olishlik mumkin bo'ladi. Bu akalar, bu shariat bu. Shariat aytayapti, bu odamga zarar qiladigan zarar ko'randa falon ishlari bor. Shuning uchun qatl qilinglar. Kim o'ldirmasa bizdan emas deyapti. Biz musulmonlarga aytayapmiz bu gapni. Abu Umar aytadi, zu tufiyatay, uni belida ikkita oq chizig'i bo'ladi. Endi al-abtari xuddi dumi yo'qdek bo'ladi. Dumsizga o'xshaydi. An-Nasr ibn Shumayl aytadiki, bu ilon dumsizga o'xshaydi. Agar unga homilador ayol ko'zi tushib qoladigan bo'lsa, homilasi tushib ketib qoladi. Nahana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama an qatlil jinan allati takunu fi buyut g'ayridi tufyatayni val batra. Mana endi qanaqa ilonni o'ldirib bo'lmasligi ham aytilanyapti. Bu hadisda o'qiyotganimizda aytdik-ku, hammasi o'ldiriladimi yoki hammasi qo'yib yuboriladimi? Fa innahuma tutmisanil absar va taqtulani avlad al-habala fi butunihim. Faman lam yaqtulhuma falaysa minna. Rasululloh deyaptilar. Oysha onamiz roziyallohu anhadan bu hadis Imom Ahmaddan keltiriladi. Rasululloh bizni uylarda bo'ladigan ikki chiziqli va dumi kaltalaridan o'zga jinlarni, o'zga ilonlarni o'ldirishdan qaytargandilar. Ya'ni bu yerga ikkita sifati bo'lmasa, o'ldirmay qo'yinglar deyapti payg'ambarimiz. Lekin shunaqa bo'lsa, albatta o'ldiringlar. Chunki bu ikkovlari ko'zlarni qamashtiradi, homiladorlar qornidagi bolalarni o'ldiradi. Demak, kimki bu ikkovini o'ldirmasa, bizdan emas. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Laysa minna, bizdan emas deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan aytilgan 40 ta hadisi bor. Shundan 11 tasini o'tgan ekanmiz 2 darsda. 12-si ekan, shundan boshlaymiz. Allohning nomiga qasam ichish. Mana qasam ichish. Qasam nima uchun ichiladi? Gapirayotgan gapini rost ekanligini, gapirayotgan gapini haqiqat ekanligini isbotlash uchun. Allohga qasam, men borib ko'rib keldim desa, demak shu odamning gapida shubha qolmaydi. Endi alhamdulillah biz yurtlarimizda unaqa qasam ichishlik urfga kirgan emas. Mana arab o'lkalarida qarasangiz, oydagi odamlarda vallohi deyishligi ikkita so'zni bir-biriga ulashib qo'yganda, vallohi keldim deydi. Vallohi uxladim deydi. Ikki gapini birda vallohi. Endi qasam ichishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, faqatgina Alloh azza va jallaning nomiga, ismiga yoki biror bir sifatiga qasam ichish mumkin. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man halafa bil amanati falaysa minna." Omonatga qasam ichgan kishi bizdan emas. Omonat nima? Sizga qo'yilgan bir buyum bo'lishi mumkin. Ushlab turing, omonat saqlab turing. Sizga aytilgan so'z bo'lishi mumkin. Bu ham omonat. Birodarlar, namoz ham omonat. Roza ham omonat. Sizga omonatga qo'yilgan narsaga qasam ichib bo'lmaydi. Ya'ni qasamda buzuq ko'rinishlaridan qanaqalar bor misollar? Biz endi vallohi demaymiz, Allohga qasam demaymiz, boshqacha formasi bor bizda. Ko'proq kattalarda sodir bo'lib qoladi bu narsa. Mana pirli do'konda o'tiribmiz deydi. Mana chiroqdayda o'tiribmiz deydi. Mana deydi non turibdi deydi. Shoptoli ham turibdi, nabuz ham boshida. Mana shu ham qasamda bir turi birodarlar. Tushunarlimi? Mana pirli do'koningda turibmiz deydi. Shu gapni gapirmaylik. Qasam faqat Alloh taoloning ismiga ichiladi yoki Alloh taolo biron bir sifatiga. Rahmonga qasam. Ar-Rahman Alloh taoloning ulug' ismlaridan.
Allohga qasam. Endi bu pichoqqa yoki chiroqqa degan gap ketmaydi. Rasululloh aytadilar, kimki omonatga qasam etsa, demak u bizdan emas. Kelishdika? 12-hadisimiz shu bo'ldi. 13-hadisimiz vitr namozini o'qish haqida. Mana musulmonlar jamoasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlaridan boshlab 5 vaqt namozga mana vitr namozini qo'shib o'qishlikni ham o'qib kelishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, al-vitru haqqun, vitr haqdir. Faman lam yutir falaysa minna. Kim vitr namozini o'qimasa, bas u kishi bizdan emas. Demak, shular ham bo'lar ekanda. Vitr o'qimaydiganlar. 5 mahal deyilgan, 5 mahal farz namoz bor, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Bu haqida oyat kelmagan deb turib, haligi hujjat so'raydiganlar bor. Demak, vitr namozi o'qimagan odam payg'ambarimiz aytibdilar, bizdan emas. Innalloha vitrun yuhibbul vitra. Faman lam yutir falaysa minna. Kim vitr namozini o'qimasa, bas u bizdan emas. Mana shu hadislarga suyanib turib, Hanafiy mazhabi olimlari vitr namozini o'qishlikni vojib deb qarorga kelishgan. Shuning uchun kim vitr namozini qazo qilib qo'yadigan bo'lsa, buni keyin o'qib berishligi kerak bo'ladi. 14-hadisimiz zolim amirlarga yordam bermaslik haqida. Huzayfat ibn Yamoni roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Imom Ahmaddan Rasululloh aytadilar, innaha satakunu umara yakdibuna va yazlimun. Albatta kelajakda shunday bir amirlar bo'ladi. Yolg'on gapirishadi, zulm qilishadi. Faman saddaqahum bikidbihim. Kim ularni yolg'onlarini tasdiqlasa, yolg'onlarini rost deb odamlarga guvohlik ko'rsatsa, va anahum ala zulmihim. Haloyiqa qilayotgan zulmiga ularga yordam bersa, falaysa minna, walastu minhu. Unday kishilar bizdan emas va men ham ulardan emasman. Wala yaridu alal havz. Ular havzni yoniga ham kelishmaydi. Qiyomat kunidagi Kavsar havzining oldiga ular kelishmaydi. Va man lam yusaddiqhum bikidbihim va lam yu'inhum ala zulmihim. Kim endi ularni yolg'onini tasdiqlamasa, ularni zulmiga ularga yordam bermasa, fa huwa minni va ana minhu. Bas u mendandir va men ham undandirman. Va sayaridu alal havz. Albatta ular havzga keladilar. Mana endi umaro deganda, amir deganda, xullas 4 odam ustida boshli bo'lganki odamni tushunishligimiz kerak bo'ladi. Amir yolg'on gapirsa, boshliq zulm qilsa, uni oldidagi odamlar ikkiga bo'linadi. Bundan xabari bor odamlar, bundan xabari yo'q odamlar. Yo bilasiz, yo bilmaysiz uni zulm qilayotganini, yolg'on gapirayotganini. Birinchisini ishi tushunarli. Hech narsani bilmaydi, hech qanday javobgarligi yo'q. Ammo ikkinchilar ular 3ga bo'linadi. Yolg'on gapirayotganini, zulm qilayotganini bilganlar o'zi 3ga bo'linadi. Innamaydi. Zulmiga sherik bo'ladi yoki zulmidan qaytaradi. Yana qaytarib aytaman. Uni yolg'onchiligini, zolimligini bilib turganlar 3ga bo'linadi. Yo zulmidan qaytaradi uni, to'xtatib. Yo innamaydi, ko'zini yumadi. Yoki bo'lmasam o'zi nima qiladi? Zulmiga sherik bo'ladi. Endi kim mana shu zolimlarni, mana shunday bir amirlarni yolg'oniga, zulmiga sherik bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh aytibdilar, ular bizdan emas, biz ulardan emasmiz, ular hargiz havuz oldiga kelmaydilar. Boshqa rivoyatda keltiriladi, sayakunu alaykum umara ya'murunakum bima la yaf'alun. Ustinglarda shunday boshliqlar bo'ladi. O'zlari qilmaydigan narsani sizlarga buyuradi. Faman sadaqahum bikidbihim va anahum ala zulmihim. Kim ularni yolg'oniga guvohlik ko'rsatsa, tasdiqlasa, zulmiga ularga yordam bersa, falaysa minni walastu minhu. Ular mendan emas, men ulardan emasman. Balan yarida alal havz. Hech qachon havuz oldiga ular kelmaydilar. Endi hozir aytib o'tganimizdek 4 odamga boshliq bo'libdimi? Qo'lida qandaydir mansab yoki odamlar ustida hukm bormi? Demak, shu odam oldida turganlar hushyor bo'lsin. Yolg'onini nasihat qilib aytmasangiz, zulmini nasihat qilib qaytarmasangiz, balki bunga o'zingiz sherik bo'lib tasdiqlab bunga yordam beradigan bo'lsangiz, Rasululloh bunday insonlarni mendan emas deb marhamat qilyaptilar. 15-hadisimiz taqdirga tan berishlik haqida. Bilasizlar, birodarlar,
siz bilan bizni iymonimizni shartlaridan amantu billahi va malaikatihi kutubihi va rusulihi val yawmil axir val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Mana Allohga iymon keltirdim, farishtalarga iymon keltirdim, qiyomatga iymon keltirdim va taqdirga iymon keltirdim. Alloh azza va jalla mana shu bilan bizni koinotimizni, mahluqotlarning ichida birinchi yaratgan narsasi qalam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna awwala ma xalaqallohul qalam." Alloh taolo yaratgan birinchi narsa qalam. Faqala lahu uktub. Qalamga yoz dedi. Qala ya Robb va ma aktub. Ey Robbim, nimani yozaman dedi. Qala uktub maqodir kulli shay. Hamma narsani taqdirini yoz. Hatta taquma as-sa'a man mata ala g'ayri hada falaysa minni. Qiyomatgacha bo'ladigan har bir narsalarning taqdirlarini yoz. Kimki mana shundan boshqasining ustida vafot qilsa, u mendan emas. Taqdirga iymon keltirmagan odam mendan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Taqdir peshonanga yozgan. Masalan, inson bolasi peshonasiga nima yozilganligini bilmaydi. Masalan, qancha umr ko'rishini bilmaydi, boy kambag'al bo'lishini bilmaydi, sog' kasal bo'lishini bilmaydi, kelajakda bilmaydi. Inson faqat o'zi xohlagan natijaga, o'ziga yoqadigan holatga yetishga sabab qiladi, natijani Allohdan deb biladi. Ya'ni shu qarmog'ini uchiga ilonchilik qilib turib suvga tashlaydi-da, ishi shu uni ishi. Uni ishi shu. Ilonchilik deyildi, tashadi, uni ishi kutish endi. Xo'p, chiqdi, demak taqdirga yozgan ekan, alhamdulillah. Chiqmadi, demak peshonaga yozmagan ekan, alhamdulillah. Siz faqat o'sha ilonchilik qilib suvga tashashlikka javobgarsiz, natijaga emas. Ana shu natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar siz shunga rozi bo'ldingizmi? Qabul qildingizmi? Demak mo'minsiz. Alloh taolo kimni umrini uzoq qilgan? Allohning xohishi. Kimnikini qissa qilgan? Kimga o'g'il bergan, qiz bermagan? Kimga teskarisi bo'lgan? Kimgadir ikkalasini jublab bergan, kimgadir umuman farzand bermagan. Bu farzand ko'rmagan banda Parvardigoridan duo qiladi, sababini qiladi. Lekin shunda ham bo'lsa nima qilish kerak? Rozi bo'lishlik kerak. Bu taqdir deyiladi. Kim taqdirga ishonmasa, taqdirga tan bermasa, iymon keltirmasa, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, mendan emas bu inson. Endi ba'zida shu o'zimizni yalqonligimizni, o'zimizni suskashligimizni taqdirga to'ngab qo'yishni ham ba'zida odatga chiqarib olganmiz. Endi yozmagan ekanda endi aka deydi. Sen chiqdingmi? Sen bordingmi qarmog'ingni olib? Yo'q. Bugun baliq yeyishimiz yozgan bo'lsa, o'zi kelib qoladi. Sen qarmog'ingni ko'tarib chiq, birodar, suvni bo'yiga. Shunda ham chiqmasa taqdirga to'nga. Biz bo'lmay turib taqdirga to'ngaymiz. Sababini qilamiz. Undan keyin nima bo'lsa Allohdan. Mana shu taqdirga tan berishlik, qazo qadariga iymon keltirishlik bo'ladi. 16-hadisimiz asabiylik. Arab tilida asabiya degan so'z bir qancha ma'nolari bor. Biz bu yerda urug'chilik, millatchilik, qabilachilik, tarafkashlik degan ma'nosini olamiz. Islomda birodarlar, millatchilik qilishlik, urug'chilik qilishlik, qabilachilik qilishlik keskin qoralangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida Rasulullohning sahobalari muhojir va ansor bo'lib olishib, ya alal muhajirin dedi muhojirlari. Ya alal ansor dedi ansorlari. Ikkala toifa Rasulullohning sahobalari, Makkadan hijrat qilib kelgan muhojirlar va ularni kutib olgan madinalik ansorlar. Payg'ambarimiz tirik davrida ikkiga bo'linishib olganida Rasululloh keldilarda dauha fa innaha muntina dedilar. Bu millatchilik, ona urug'danman, mana qabiladanman, mana millatdanman degan narsani tashlanglar. Albatta bu narsa juda bir badbo'y narsa degan edilar. Millatchilik qilgan odam bizdan emas. Mana hadis sharifni o'qiymiz. Laysa minna man da'a ila asabiyatin va laysa minna man qatala ala asabiyatin va laysa minna man mata ala asabiyatin. Asabiylikka, asabiyaga chaqirgan kishi bizdan emas. Asabiylikni deb turib urushgan kishi bizdan emas. Asabiylikni deb turib o'lgan kishi bizdan emas. Urug'chilik, qabilachilik, millatchilik,
yerchilik. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan aytilgan hadis musulmon odamga juda ham bir og'ir bo'lgan hadis. Endi kimdir millatchilik qilayotgan bo'lsa, u o'zini muammosi. Qiyomatga borganda bu ishi uchun o'zi javobgar bo'ladi. Endi palonchi millatchilik qilyapti, palonchilik urug'chilik qilyapti, tarafkashlik qilyapti deb turib, siz ham buni qiladigan bo'lsangiz, mana shu va'id siz ustingizga tushib qolishidan ehtiyot bo'ling. Hamma o'ladi. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ham o'ldilar. Abu Bakr Siddiq ham o'ldi, Bilol ibn Raboh ham, hammasi o'ldi. Alloh taoloning huzuriga borganda arabligi yoki bir qaysi urug'danligiga qaralmaydi. Siz bilan biz musulmonlarda hozirgi kunda dinimizning dushmanlari ustimizda rosa choptirayotgan oti mana shu millatchilik bo'lyapti. Musulmon borki, u yurtda turli millat egalari bor. Hammasi musulmon. Sen ona olsan, sen mana olsan, seni manoning afzal, seni manoning afzal, senga mana muomala qilishyapti, senga mana muomala qilishyapti deb turib, millatchilik asosida musulmonlarni bir-biriga nisbatan gijlab qo'yapti. Millatchilik qilish musulmonning ishi emas. Eslaylik, insonlarni ichida yashagan eng zo'r toifa bu sahobalar edi. Abu Zar G'iforiy, G'afor urug'ining sayyidlaridan, arablarning eng ulug'laridan. Bilol Habashi edi. Habashistondan kelgan qul edi, qora edi. Bir kuni Abu Zar G'iforiy hazillashib, "Yabna savda" deb qo'ydi. Qora xotinning bolasi degani. Bilol roziyallohu anhu qora xotinning bolasi. Bu gap og'ir botdi-da, xafa bo'lib qoldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bu xabar yetganida Rasululloh aytdilarki, "Innaka mriyun fikal jahiliya." Ey Abu Zar, hali johilligingiz bor ekan sizni dedilar. Shu gapni o'zi kifoya qildi. Abu Zar G'iforiy kitoblarda keltirilishicha, Bilol ibn Rabohning eshigining tagiga borib, ostonasiga betini qo'yib turib oldi. Bosib o'tmagunicha turmayman deb. Ya'ni menda johillik bor ekan, Rasulullohdan shu gapni eshitdim deb. Endi qaranglarda hozirgi kunda musulmonlar nimasi bilan faxrlanyapti? Iymoni, e'tiqodi bilanmi yo millati bilanmi? Biz nima qilyapmiz? Qiyomatda javob beramiz, esimizdan chiqmasin, agar millatchilik qilsak. Millatchilik, urug'chilik, asabiylik nima? Bu shunaqa narsaki, narigi urug'ni odami sizni urug'ingizni odamidan har tomonlama ustun bo'lsa ham o'zingiznikini baland deb bilaverish. Demak, narigi urug', narigi millat vakili sizni millatingiz yoki sizni urug'ingiz vakilidan shu ishga loyiqroq. Ko'rib turibsiz, har tomonlama ustun. Lekin o'zingizning yo'l orasida unsur ahoka zoliman va mazluman, shu johiliy o'lchov. Zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham o'zingizning yo'li. Va Musaylama kazzob. Banu Hanifadan chiqqan yolg'onchi payg'ambar edi. Aytishardi Musaylamani qabiladoshlari Banu Hanifa urug'idan. Musaylama kazzob, u hech qanaqa payg'ambar emas, lekin o'zimizni kazzob-da u deyshar edi. Muhammad rost payg'ambar deyishardi sallallohu alayhi vasallam. Lekin boyaga aytgan urug'chilik, qabilachilik, millatchilik degan narsa haq payg'ambarga ergashishlikdan ko'ra yolg'onchi bo'lgan, o'zinikiga ergashishlikka sabab bo'ldi. Shuning uchun ko'zimizni millatchilik birodarlar ko'r qilib qo'ymasin. Haqlimi? Inachi, masalan, o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar, G'arb dunyo sohasida siz bilan bizdan o'tib ketdi. 50 yil, 100 yilga. Nimaga o'tib ketdi desangiz, o'sha zavodning egasi bir stanok ustida ishlayotgan, 20 yil ishlagan odami bor. Yangi bir ishchi keldi, undan yaxshiroq ish qilar ekan. Shart jildiraveraveradi-da. "Mo sendan yaxshi ishlayapti" deydi. Muhimi shu ishni zo'r qilsa bo'ldi, millati qayerdan kelganligining farqi yo'q. Endi musulmonlar mana shu millatchilik qilib, urug'chilik qilib, svoyachisiva qilib, o'zimniki qolsin, bilmasam o'zimniki to'g'risin deb turib qolib ketdik. Umumiy qaranglarda holatda. Sendan ko'ra yaxshiroq ish qiladigan odam keldi, shunaqa ishlar olasan, qol bo'lmasam bo'shat deydi. Va mana shu ishlab chiqarishini o'sishiga sabab bo'ldi. Bizda shu narsa bo'lmay qo'ydi. Tribalizm deb qo'yamiz bu narsani. Aql yetmasa ham o'zimizga o'tirsin. Nima bo'lsa ham o'zimizniki ekan. Demak, urug'chilik qilish, millatchilik qilishlik, asabiylik qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday kishilarni bizdan emas deb atadilar. Bu masalada aytadigan oxirgi gapimiz, kishi faqat dini bilan, iymoni bilan aziz bo'ladi. U palonchi urug'dan deb o'zini nasl nasabiga suyanib qolmasin. Chunki Salmon Farsiy hech kim emas edi. Abu Lahab Rasulullohning amakisi edi. Tushunarli bo'ldimi? Bilol Habashi hech kim emas edi.
Abu Lahab payg'ambarimiz amakisi edi. Abdul Muttalib urug'idan edi. Hoshim urug'idan edi. Rasulullohning urug'idan edi, lekin iymonni birinchi o'ringa qo'ymadi. U pastga tushib ketaverdi. Salmon Farsi bilan Bilol ibn Raboh yuqoriga qarab ketaverdi. Millatchilik qilmaymiz, birodarlar. Keyingi hadisimiz katta va kichigini hurmat va izzat qilish haqida. Umuman kattalarga hurmat qilishlik, kichkinalarga rahm shafqatli bo'lishlik bu insoniy oliy sifatlardan. Endi dinimiz bu narsaga alohida e'tibor bergan, bu narsaga targ'ib qiladi. Rasululloh aytadilar: "Man lam yarham saghirana va ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Kimki kichiklarimizga rahm qilmasa, kattalarimizning haqqini tanimasa, bizdan emas. Kattalarga hurmat qilmasa, kichkinalarga rahm shafqat qilmasa, bas bu kishi bizdan emas. Abu Umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirgandilar. Yonida Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob va Abu Bayda Omir ibn al-Jarroh roziyallohu anhu majma'in bor edi. Bir idishga sutmidi, suvmidi quyildi, Rasulullohga keltirildi. Rasululloh qadahni yoshi ulug'roq bo'lgan shu edi, Abu Baydaga uzatdilar. Abu Bayda: "Rasululloh, o'zingiz iching" dedi. Rasululloh yana bir marta olaver deb uzatdi. Shunda ham Abu Bayda o'z boshlab beravering deganida, ya'ni qaytarganida Rasululloh aytdilarki, "Ichavering. Zotan baraka yoshi ulug'larimizdadir. Demak, kimki kichiklarimizga rahm qilmasa, kattalarimizni hurmat qilmasa, bizdan emas" dedilar. Baraka kimda ekan? Baraka kimda ekan? Uyda kampir onasi, chol otasi bo'lganlar ko'chada tog'iga o'tirmasdan uyda o'tiringlar. Olim aytgan mana bu narsani. Jab pulinglar ko'payib ketgan bo'lsa, uylarda o'tiringlar. Chunki baraka o'sha otanglarda, enanglarda, o'sha choli kampirda oldida o'tirishda baraka. U kurto'y bo'lib, mashinani qo'yib qo'yib, shashi zakaz qilib, ana o'tirishda emas. Sizlar kimdan yuqtiryapsizlar? Mana shu narsani o'zga urf qilib olgan g'arb tugab bo'ldi. Uylarda o'tiringlar. Joninglar chiqib ketgan bo'lsa ham uylarda o'tiringlar. Ertagacha o'lib ketadi ular. Qolmaydi ular. O'tiraverasizlar xohlaganinglarcha. Chig'anag'inglarda tishlab. Pulinglar ko'payib ketgan bo'lsa uyga olib kelinglar. Harom emas, birov man qilmaydi, pajalosta halol. Lekin uydagilar g'animat, boshinglarga qo'ngan nima u? Xush, uylarda o'tiringlar jon ukalar. Agar otangiz o'tib ketgan bo'lsa, bola chaqangiz bilan o'tiring. Bola chaqangiz bilan o'tiring. Chunki ular bilan o'tirib ikki oz gapirishingiz o'zi ibodat, nasihat qilishingiz ibodat. Sizga nisbatan mehr bo'lishiga kerak bolalarda. Yo'q, ko'chada o'tirasizlar. Har kim o'zi biladi. Har kim ehtimol uyda ohotda bemaza qilar uydanglar, ehtimol bilmadim haydab olgandir uydan, ehtimol bor yo'qol deb bilmadim. Lekin uylarda o'tiringlar jon akalar. Hech bo'lmasa otanglar tirik turganda o'tiraylik uyda. Keyin bilganinglar qilarsizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bajjilul mashayikha fa inna tabjilal mashayikh min tabjilillah. Faman lam yubajjilhum falaysa minna." Qarilarni qadrlanglar. Qarilarni qadrlanglar. Zotan qarilarni qadrlamoq Allohni qadrlashdir. Demak, kimki ularni qadrlab, izzat hurmat qilmasa, u bizdan emas. Kattalarimizni ulug'lamagan bizdan emas deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bolalarimizni o'rgataylik. Bizda ham bora-bora ko'payib qolyapti shunaqa narsalar. Avtobusga chiqqanlar bilasizlar, telefon ushlab derazaga qarab o'tirib oladi. Kampir turaveradi. Bolalarga aytinglar, o'zingdan 1 yosh katta odam chiqsa ham joyda bo'shat. Endi shu mavzuga aloqador bo'lganligi uchun aytib o'tamiz. Juda ham ko'payib ketdi bu illat, salom bermay qo'ydi yoshlar kattalarga. Assalomu alaykum degan so'z ozayib ketibdi. Kelinglar eslataylik esimizdan chiqib qolgan bo'lsa, assalomu alaykum deyishdi. Biz o'zimiz ham xo'mrayib o'tib ketaveramiz-a, salomni xos bo'lishiga ham qiyomatning kichik alomatlaridan deyilgan. At-taslimul xos degan Rasululloh. Xos kishilargagina salom beriladigan bo'lib qoladi. Ya'ni tanigan odamiga salom beradi, tanimaganiga nima qilmaydi? Undan tashqari mana shu salom birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari esimizdan chiqmasin. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jannatga kirmaysizlar iymonli bo'lmaguninglarcha. Va la tu'minu hatta tahabbu.
Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglarcha iymonli bo'lmaysizlar. Jannatga kirmaysizlar iymonli bo'lmaguninglarcha. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglarcha iymonli bo'lmaysizlar. Endi sizlarga bir ishni o'rgataymi-ki, agar uni qilsanglar, bir-biringlarga muhabbatli bo'lasizlar. Afshus salam baynakum. O'rtalarda salomni fosh qilinglar. Demak, mana shu siz bilan bizga bee'tibor bo'lib ko'ringan assalomu alaykum deyishlik bir-birimizga mehr muhabbatli bo'lishimizga sabab bo'ladi. Bir-birimizga mehr muhabbatli bo'lishimiz iymonli bo'lishimizga sabab bo'ladi. Iymonimiz esa siz bilan bizni jannatga kirishimizga sabab bo'ladi. Demak, birodarlar, siz bilan biz bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning laysa minna, bizdan emas deb aytgan hadislardan bir qanchasini o'qib o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzamizga amal qilishlikni hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla ushbu sayyidor kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning laysa minna, ya'ni bizdan emas mavzusida aytilgan bir qancha hadislar bor. Shuni inshaalloh bugun 4-dars ekan davom etkazgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha hadislarida laysa minna yoki laysa minni deb boshlaganlar. Ya'ni mana ishni qilgan, falon ishni qilgan bizdan emas, mendan emas degan mazmunda hadislari bor. Bugun inshaalloh 22-sini o'qiymiz ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Erkak ayol o'zlarini bir-biriga o'xshatmasligi haqida, g'ayri dinlarga o'xshatmasligi haqida. Erkak erkakka o'xshab yurish kerak, ayol ayolga o'xshab yurishi kerak. Erkakda ham o'zining o'rni bor, ayolda ham o'zining o'rni bor. Endi ayrim holatlarda guvohi bo'lib qolamiz. Erkaklarni ayrimlari katta shaharlarda o'zini tutishi, kiyinishi, gapirishlari, yurish-turishi, qiliqlari xotinlarnikiga o'xshatayotganligini ko'ramiz. Va bu ularning nazarida shu zamonda bir peshqadam odamlardan ekanligi, taraqqiy topgan ekanligiga dalili bo'lib ko'rinadi. Ayrim ayollarda esa aksincha, erkakcha kiyinib, erkakcha bir fe'l-atvor qilib yurganligi, gapirayotgan gaplari, gestikulatsiyalari ham erkakcha bo'layotganligini guvoh bo'lasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bir-rijal minan nisa, va la man tashabbaha bin-nisa minar rijal." Erkak erkakcha yurmasa, ayol ayolcha yurmaydigan bo'lsa, birodarlar, bu tabiatni, qonuni, dunyoning nizomi buziladi. Erkak erkakligini qilish kerak, ayol ayolligini qilishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa minna man tashabbaha bir-rijal minan nisa." Bizdan emasdir o'zini erkaklarga o'xshatgan ayol va ayollarga o'xshatgan erkak. Tushunarlimi? Ayollarga o'zini o'xshatgan erkak bizdan emas. Erkaklarga o'xshatgan o'zini bir ayol bo'lsa, u ham bizdan emas. Hamma o'zini o'rnida tursin. Shuning uchun jon akalar, o'sha qizlarimizga kiyim olib berayotganda qaraylik, shim olib bermaylik. Qaddini, qomatini ko'z-ko'z qiladigan tor kiyimlarni olib bermaylik. Savdogar akalar, sizlar olib kelib sotayotgan kiyimni xalq olib kiyaveradi, keyin olib kelib sotsanglar ham kiyaveradi, moda ekan deb torini olib kelsanglar ham. Biz qilayotgan tijoratimiz ana shu erkakni ayolga, ayolni erkakka o'xshashiga yordam berib qo'ymasin. Chunki Rasululloh aytibdilar, o'zini ayolga o'xshatgan erkak, o'zini erkakka o'xshatgan ayol bizdan emas deyaptilar. Musulmon kishini urf-odati, qadriyati o'ziga xos bo'lishi kerak, boshqa din vakillariga ko'r-ko'rona taqlid qilmasligi kerak. Boya aytayotganimizdek, shu yerda zo'r maqol keladi. Laylayda yurishini o'xshataman deb Olaxonat o'zini paxotkasini yo'qotib qo'ygan ekan. Laylayda yurishini o'xshataman deb Olaxonat o'zini paxotkasini o'zgartirib qo'ygan, yo'qotib qo'ygan ekan. Bilasizlar-chi, beo'xshov yuradi Olaxonat, bilasizlar? Chimchiqdiki yarashadi o'ziga, boshqalarniki, lekin Olaxonatda yurishi beo'xshov. Shuning uchun biz unaqa g'arbdan, sharqdan kelayotgan urf-odatlarga taqlid qilishimizni hojati yo'q, bizga keragi yo'q. Bavul qilib kelib turib qo'lini yuvmaydigan xalq, bavul qilib turib qo'lini yuvmasdan ovqat yeydigan xalq,
qanday qilib bizga etikani, madaniyatni, kulturani o'rgatadi? O'tirib ovqatini ham yeb ketaveradi, mashinasini ham minib ketaveradi. Shulardan o'rganamizmi? Kim bulardan o'rganadi? O'zini kimligini bilmagan, dinini, o'zini, ummatni kim ekanligini tanimagan odam erchiydi o'shalarga. Hatto oilasida shu g'ayri dinlar tilida gaplashishni, madaniyat, taraqqiyot deb biladi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz aytadilar sallallohu alayhi vasallam: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." Bizdan boshqalarga o'zini o'xshatgan kishi bizdan emas. "Wala tashabbahu bil yahud wala bin nasara." Yahudi va nasroniylarga o'zingizlarni o'xshatmanglar. Nimalarimiz bor hozir endi o'xshatayotgan? Zakisimiz o'xshaydimi? O'xshaydi. Yana nimalarimiz o'xshaydi? Erkaklar o'rtaga chiqib olib o'yinga tushishimiz o'xshaydimi? O'xshaydi. Tug'ilgan kunlarda shampoo yudashimiz o'xshaydimi? O'xshaydi. Yo'q emas, ishimizda ehtimol o'sha odamlar shampoo yudatadigan, 60 ga kirgan buvasiga 60 ta 4 ta rasvo qiladida. Ha, u 4 ta tug'ilgan kundan boshqa payt yesa ham bo'laveradi. Nima demadinglar? Meni tug'ib katta qilganingizga mana sizga bayramda turib onasiga yoki otasiga bir bayram qilib bersa bo'ladi, albatta tug'ilgan kun qilmasdan, hali ashulasini aytmasdan. Payg'ambarimiz aytibdilar, nasroniy va yahudiylarga o'zingizlarni o'xshatmanglar deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. So'raydi o'zingizdan, menda shu narsa bormi, yo'qmi deb. Agar bo'lsa, buni o'zgartiraylik. Chunki Rasululloh aytibdilar, mendan emas bu kishi. Agar yahudiyga, nasroniyga o'zini nima qilsa, o'xshatsa. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mana zombi yashik bor uyimizdagi. Zombi yashik boshqa gap deb bo'lmaydi buni. Bizni zombirovat qiladi. Shular nimani desa, shunday oladigan bo'lib qoldik. Jon akalar, jon ukalar, u yerdagi hamma aytilayotgan narsani olib bo'lmaydi. Chunki u ayrim odamlarga ta'sir o'tkazishlik asbobi ekan. Mana aqli bor odam bunisini topib oladi. Mana shu yerda yolg'on gapirdi deydi. Bir paytlar bo'lardi, mana kattalar davrida televizorda faqat to'g'ri gap gapiradi degan narsa bo'lar edi. Yo'q, unaqa emas ekan. Odamlarga ta'sir o'tkazishlik asbobi ekan. Birodarlar, xulosa Rasululloh aytdilar: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina, la tashabbahu bil yahudi va la bin nasara." Bizdan boshqalarga o'zini o'xshatgan kishi bizdan emas, yahudiylarga va nasroniylarga o'zingizlarni o'xshatmanglar. Bu har bitta ishimizda, kiyinishimizda, yurish-turishimizda, qo'l berib so'rashishimizda, ovqat yeyishimizda, kiyinishimizda, bir-birimizga gapirayotgan so'zlarimizda, mashina minishimizda, mana oxiri musulmon odamga yarashadigan qilishlik kerak bo'ladi. Boshqa hadisda Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man amila bi sunnati g'ayrina." Bizdan emasdir. Kim? Bizning odatimizdan boshqa odatlarni qiladigan kimsalar. Musulmonlarga xilof bo'lgan ishlarni qilishlik. Endi xullas, tafsilotini gapirsak ko'p, har kim o'ziga kerakli xulosani oladi. Keyingi hadisimiz mushriklar bilan birga yashamaslik haqida. Musulmonlar bilan birga yashashligi kerak. Musulmonlar orasida yashashligi shart bo'ladi, birodarlar. Musulmon odam uchun dunyodagi eng qadrli narsa nima uchun? Iymoni, dini, oilasini musulmon bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tusakinul mushrikina va la tujami'uhum, faman sakanahum aw jama'ahum falaysa minna." Mushriklar bilan birga yashamanglar, ular bilan jimo qilmanglar. Kimki ular bilan birga yashasa yoki ularni jimo qilsa bizdan emas. Mushriklar deganda biz ahli kitoblarda aytmaymiz. Yahudiy bilan nasroniylar ahli kitoblar. Ammo undan boshqasi mushrik. Ularga uylanib bo'lmaydi. Ahli kitoblarda Yahudi nasroniylarda ayollariga uylanishi mumkin. Ular o'zini dinida turgan holida. Yahudi yoki nasroniylikda ushamagan odam mushrik deyiladi. Bular bilan oila qurish mumkin emas. Mana ayrim qo'shni mamlakatlarda o'shalarga tegib borib qanaqa xor bo'lganligini maqolalarda yozyapti agar o'qigan bo'lsanglar. Musulmon odam bular bilan oila qurib ishi mumkin emas. Demak, mushriklar bilan birga yashamanglar. Ular bilan jimo qilmanglar. Kim shuni qilsa, bas bu kishi bizdan emas. Imom Abu Dovud keltirgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man jama'al mushrika va sakana ma'ahu fa innahu mithluhu." Kim
mushrik bilan jimo qilsa, u bilan birga yashasa, bas u kishi o'shalardan bittasi yoki o'shalarga o'xshabdi. O'zi o'sha boy g'ayri dinlarning yurtiga borib yashashlikka kelsak, ehtimol ayrim mamlakatlarda, shu ayrim shaharlar, rayonlarda bemalolchilikdir. Uni ham aytishadi. Xuddi o'zimizda qayli masjidlari serob, unaqa ayollar ro'mol o'rab yurishi muammo emas, mayli. Lekin esimizdan chiqmasin. Mana biz yaqinroq bo'lgan g'arbga boradiganlar bola chaqasi bilan borib yashayapti. To'g'ri, ham yo'llari yaxshi, oyligi yaxshi, turmush sharoiti yaxshi, lekin xususan qiz farzandi borlar hushyor bo'linglar. Agar akanglar yashayotgan bo'lsa, ukalar yashayotgan bo'lsa, 10 aka kirdimi, kelsin bu yoqqa. O'zi qolsa ham qizlarini jo'natib yuborsin. Yaxshi bilasizlar. Nima ishlar bo'lishini 14-15 yashardan keyin u yerlarda. Keyingi hadisimiz salomga alik olmaslik haqida. Musulmonning musulmonligini yaqqol ko'rsatib turadigan ishlardan bittasi bu uning tahiyyasi, salomi. Islomiy tahiyya, islomiy salomlashlik bu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh yoki assalomu alaykum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mana salom berishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odobini o'rgatganlar. Bilasizlar, payg'ambarimiz aytganlar, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jannatga kirmaysizlar to iymonli bo'lmaguninglarcha. Iymonli bo'lmaysizlar, bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglarcha. Endi bir ishni o'rgataymi-ki, agar shuni qilsanglar, bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Afshus salom, salomni fosh qilinglar. Demak, salom bersak, musulmonlar bir-birimizga muhabbatli bo'lamiz. Bir-birimizga muhabbatli bo'lsak, demak iymonli bo'lamiz. Iymonli bo'lsak, albatta jannatga kiramiz, inshaalloh. Demak, salom berishlik unaqa mayda masala emas. Lekin taassuf, shunday zamonda yashaymizki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatning kichik alomatlarini saraganlarida at-taslimul xos deganlar. Xos salom bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi tanigan odamga salom beradi, tanimagan odamga salom bermaydi. Shu muammo bormi yo'qmi oramizda birodarlar? Hatto masjidga kirganingizda namozxon hammasi o'tib ketaverasiz endi. Assalomu alaykum deysiz kimga? Tanigan odamingizga. Qiyomatning kichik alomatlarini Rasululloh sanab o'tganlarida mana shu narsani ham aytganlar. Xos kishilarga salom berishlik. Sizni domlangiz emasmi, narigilarda domlasizmi, salom ham bermay qo'yishaveradi. Assalomu alaykum desa, aliga ham bermay qo'y. Salom bermasa mayli-da, sunnatidir. Ammo salom berganda aliga olishlik vojib ham qilmay qo'yadi-da, lish bu uni domlasimasa bo'ldi. Men qarab assalomu alaykum desam, bunday turibdi. Assalomu alaykum desam, telefoniga qarayapti. Asakang ketadimi? Bo'yning uziladimi? Va alaykum assalom deb qo'ysang. Musibat, musibat. Mana endi salom berishlik odobi. Yusallimur rokibu alar rojil. Ulovda ketayotgan, piyoda ketayotganga salom beradi. Mashinada ketayotgan degan bizning tilda. Va yusallimur roji alal qoid. Piyoda ketayotgan, yurib ketayotgan odam o'tirganga salom beradi. Va yusallimul aqallu alal akthar. Ozchilik ko'pchilikka nima qiladi? Salom beradi. Faman ajaba salama fa huwa lahu. Kim salomga alik olsa, javob bersa, bu uni foydasiga bo'ladi. Va man lam yujib bis salam falaysa min. Kim salomga javob bermasa, ya'ni salomga alik olmasa, mendan emas. Bas kim salomga alik olmasa, u kishi bizdan emas. Nima ekan demak? Assalomu alaykum dedimi? Va alaykumus salam. Eng kamida rudduha. O'ziga o'xshagani qaytaringlar yoki undan chiroyliroq. Va alaykumus salam va rahmatulloh. Va barakatuh. Sizdan ihson. Salom berish sunnat akalar. Ammo aliga olishlik vojib bo'ladi. Kim salomga aliga olmasa, Rasululloh aytibdilar, bas bu kishi bizdan emas. Yuqoridagi mushriklar bilan birga yashamaslik degan hadisga bir ta'liq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, al-mar'u ma'a man ahabba. Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'ladi. Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'ladi. G'arbga taqlid qilganmi? Farzandlarning ismlarini ham shularga taqlid qilib qo'yganmi?
turmush tarzi, hayoti hamma narsani shu g'arbga taqlid qilganmi g'ayri dinlarga, qiyomatda xotirjam bo'lsin. Shu odam o'shalar bilan birga bo'ladi. Keyingi hadisimiz dunyoga berilmaslik va odamlarga nasihat qilishlik lozimligi haqida. Insonni dunyoga mukkasidan berilishi, unga sig'inishi, ya'ni unga ibodat qilish darajasida qarashi, butun fikri mol va dunyo topishlik, to'plash g'amida bo'lib qolishlik islomda qoralanadi. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Albatta inson to'yonga ketadi, qachonki uni boyiganligini ko'rsin. Puli ko'paygandan keyin, pul uni qo'lida emas, qalbiga kirib qolganidan keyin bu pul uni dunyoda tug'yonga ketishligiga sabab bo'ladi. Endi musulmon kishini g'am tashvishi bilan yashash, musulmonlarga yaxshilikni bir ravo ko'rishlik, bu maqbul amallardan sanaladi. Man asbaha dedilar Rasululloh, man asbaha falam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kim tong ottirsa, ammo unda musulmonlarning ishi haqida g'am bo'lmasa, bas u ulardan emas. Ya'ni musulmonlarning holi haqida o'ylamaslik, musulmonlarning ish haqida, tashvish haqida fikr qilmaslik bizni bu ummat qatoridan chiqarib olmasin. Menga nima deb o'tib ketaverasiz? Menga nima deysiz? Ma'da bir odam uyda ko'mir yo'q, soqityapti ekan, mayda bolalari bilan qarovchisi yo'q desa o'tib ketaverdingiz. Qodir edingiz. Ma'da bir yordam kerak ekan, ozgina shunga qarab qo'yaylik desa, qodir bo'lib o'tib ketaverdingiz. Menga nima degan gap bor-ku? Musulmonlarning birligi, musulmonlarning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini misoli dedi Rasululloh, xuddi bitta bir jasadga o'xshaydi. Agar bu jasaddan bitta a'zo og'risa, jasadda qolgan a'zolari saharlik bilan, istima bilan, uyqusizlik bilan bedor bo'ladi. Taassub bizni zamonimizga kelganda mana shu hadisga amal qolmadi. Kerak bo'lsa akasi qiylanayotgan bo'ladi, singlisi qiylanayotgan bo'ladi, xotirjam o'tiraveradi uyda. Bilmay qopmiz deb qo'yadi. Senga aytish kerak edi. Alloh taolo senga shu davlatni, shu mansabni, shu quvvatni nimaga bergan edi? Boshqalarga bermasdan urug'ing ichida. Imini senga beruvdi. Sen shularning holidan xabar ol deb bergan edi. Seni eshiging tagiga yordam so'rab keldimi? Yordam berding. Faxrlanma. Bu sen uchun or. Bu nomus sen uchun. Chunki eshiging tagiga kelib so'rashlikkacha indamay turding. O'zi nima qilishing kerak edi aslida? Sen xabardor bo'lib turishing kerak edi. Biz umumiy musulmonlarning holini aytmayapmiz hali, o'zini jigarlarini aytyapmiz, shunaqalar ham bor. Kim tong ottirsa-yu, unda musulmonlarda g'ami bo'lmaydigan bo'lsa, bas u kishi musulmonlardan emas. Rasululloh aytadilar, Imom Tabaroniy Mujamul Awsatda keltirgan hadisida, "Man asbaha wa hammuhu dunya falaysa minallohi fi shay." Kim o'y fikrlari, maqsadi dunyo bo'lib tong ottirsa, unga Allohdan hech narsa yetmaydi. "Va man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Kimni musulmonlarning ishi tashvishga solmasa, demak ulardan emas. "Va man a'to dillata min nafsihi ta'in g'ayri mukrohin falaysa minna." Kimki o'z nafsiga majburiy emas, ixtiyoriy ravishda xorlik keltirsa, demak u bizdan emas. Kimki musulmonlarning ishiga qiziqmaydigan bo'lsa, ulardan emas. Kimki Allohga, uning rasuliga, uning kitobiga, uning imomiga va musulmonlarning ommasiga nasihat qiluvchi holda tong ottirmasa va oqshom tushirmasa, demak u bizdan emas. Odamlarni haqqa yetalashlikni tushunaylik. Odamlarni Alloh tomoniga, payg'ambar tomoniga, kitobi tomoniga yetalamasak, demak musulmonlarga nasihat qilmabmiz. Tong ottirmabmiz, kechga gizimiz mana shu holatda. Demak biz ummatdan bo'lmaymiz. Eng kamida mana shu ishingiz yaxshi emas birodar, qilmay shu ishingizni deya olmayapsizmi? Hech bo'lmasa shu tilingiz bilan nasihat qilib qo'yishga yaramayapsizmi? Demak bu ummatdan bo'lmay qolishingiz xavfi bor. Menga nima demaylik? Jon akalar, menga nima demaylik? O'sha mashinasidan noto'g'ri joy qilib olib turibdimi? O'tib ketavermaylik. Bunday anida ochib turib, chekkaga chiqarib qo'ying mashinangizni, og'ayni deb qo'ying, shu ham bo'lmasa nasihat bo'ladi. Siz gapingizga quloq solmas, 2-3 odam aytsa-chi, 4-odam gapidan uyalib chekkaga chiqadi. Biz menga nima degan narsaga kelib qolganmiz. To'g'rimi? Hozir dunyoga berilmaslik haqida gapirildi. Endi dunyoda tark qilmaslik mutlaq. Tarki dunyo qilish va rohiblik haqida. Islomda birodarlar dunyoga mukkasidan berilib ketishlik qoralangani kabi
dunyodan voz kechib, tarki dunyo qilishlik ham qoralanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man tabattala falaysa minna." Kim tarki dunyo qilsa, bas u bizdan emas. Tarki dunyo nima endi? Bola chaqa qilmaslik, uylanmaslik, imorat solmaslik, jamiyatdan ajralib olishlik. La rahboniyata fil islam. Islomda rahboniyat, tarki dunyochilik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ali ibn Abi Tolibdan: "Iyyakum va libasur ruhban, fa innahu man tarahaba aw tashabbaha falaysa minna." Rasululloh aytdilar, rohiblar libosidan saqlaning. Kimki rohiblik qilsa yoki ularga o'zini o'xshatsa, demak u bizdan emas. Tarki dunyo qilib bo'lmaydi. Musulmon odam jamiyatda to'laqonlik a'zosi bo'lishi kerak. Din ishlarida oldida, tijorat, dunyo kasb-ko'ratda ham oldida. Bizda ajoyibda bittasini qilgan ikkinchisidan qolib ketib qoladi. Ilm o'qib, bir taqvo qilib, odamlarga haqda nasihat qilgan qarasangiz, dunyo maydonida hech narsasi yo'q. Endi dunyo maydonida bir narsa erishganga qarasangiz, bir diniy faoliyati hech qanday. Unaqa bo'lmaydi musulmon odam. Sportda birinchi bo'lsin, tijoratda birinchi bo'lsin, hunarda birinchi bo'lsin, masjidga yugurishda birinchi bo'lsin, Qur'onni o'qishlik, zikrda birinchi bo'lsin. Hamma sohada birinchi bo'lishlik kerak. Rasululloh bizga shu narsani ta'lim berganlar. La rahboniyata fil islam. Islomda tarki dunyo qilishlik yo'q. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.